3 ta onasi 50 ming so'mdan va qolgan bollarini sanaymiz. 8 ming so'mdan nechta bo'lsa pul berishingiz mumkin. Marhamat, shu ekrandagi raqamlarga telefon qilib, boqib, katta qilib foyda qilish kamroq. Ya'ni sizda qayerdadir tekin oziqa, ya'ni joyingiz katta bo'lsa, yer bo'lsa, anchagina bor ekan, mana qo'limni siqilib olyapman. Yaxshi ochibdi. Mana. Yoki 2 tani o'tkazdim, 12 ta. 15 ta 3 ta o'tkazdim. 15 ta. 15 taga 3 ta 18 ta. 18 ga 2 tani. Ba'zilar yana bir so'rashadi. Shunday savol bo'lyaptiki, Indo-o'tkani, ya'ni oq o'rdak bilan Indo-o'tkani qo'shsa bo'ladimi? Ya'ni Indo-o'tkani makonidan bor-ku menda. Xo'roz bo'lsa narigi g'ag'ildoq, pekinskiy o'rdak deymiz-ku, oq o'rdak. Hurmatli yurtdoshlar, agarda sizlarga kacheli kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunday turdagi va boshqa turdagini buyurtma asosida yasab beriladi. Narxlari kelishilgan holda dostavka xizmati ham mavjud. Ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Namangan, Andijon, Farg'onaga dostavka qilib berilaveradi. Assalomu alaykum o'zimizda qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev va YouTube'dagi Islom Jo'rayev kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli do'stlar, o'rdak biznesi bo'yicha yakuniga yetyapmiz, chunki oxirgi uyamiz ham ochib chiqdi. Hozirda jo'jalarimiz soni 80 taga yaqin bo'lgan yoki 80 tadan o'tgan bo'lishi mumkin. Buni hozir sanab hisobini chiqaramiz. Video davomida sizlarga o'rdak boqish biznesi bo'yicha bir necha tavsiyalarimni, men parandachilik hisobida bir necha tavsiyalarimni berib o'taman. Videolarimizga like bosasiz, oxirgi kommentariyada yozilgan ko'p so'ragan savollarga nisbatan javob berishga harakat qilaman-da o'sha savollarga. Marhamat do'stlar, videolarimizni boshqa podelitsiya qilib boshqalarga jo'natishni esdan chiqarmang. Like bosish ham esingizdan chiqmasin, kanalimizga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin deb qolamiz. Videorolikni boshladik bo'lmasam. Shu o'rinda do'stlar, yurgan jo'jalarimiz. Bundan oldingi videoda ko'rgandingiz, bular 56 ta. Bittasi qandaydir nimjonroq bo'lgan, xulasi bir kuni bittasi poteriya bo'ldi. Endi jang qurbonlarsiz bo'lmaydi, lekin qolganlari hammasi mana yaxshi yurishibdi, sog'lom. Qolganlari mana 4 kun, 5 kun bo'lib qoldi, adashmasam. O'sha ovqat yeb yugurib qolgan, mana yurishini ko'ryapsiz. Bu yoqdan bu yoqqa. Hozir yana oxirgi uy ochib chiqdi. O'shani aytib o'tib ketmoqchiman do'stlar. Oxirgi uyimiz ham ochib chiqdi. Oxirgi 9 ta kurki qolgan bo'lgan. O'shalardan so'nggisi ochib chiqdi. Kecha kuni shunday holat bo'lgan ekanki, qarang. Bu ko'chda yurgan boshqa makonlar, mana onalari, nargilarni onalari yangi ochib chiqayotganda uyasiga bu yerga kirib olgan ekan. Ya'ni mana o'rdagimiz mana bu joydan ochib chiqayotganini ko'rib, bu yerdagi onachasini chiqazib yuborib, o'zi bu yerga kirib olibdi. Hozir tog'oraga mana joylab ko'ramiz. Nechta o'rdagimiz ochib chiqdi ekan jo'jasidan. Hozir olib ko'raylikchi, tagida yana tuxumlari qolganmi, yo'qmi? Ha, onasi. Sanab ko'raman olib. O'ylashimcha onasini ham olib turaverish kerak. Uncha qaqillaysan. Hali bolalar kichkina. Olib ko'raylikchi. Qani. Jami nechta bolacha ochib chiqdi ekan bu. Anchagina bor ekan, mana qo'limni siqilib olyapman. Yaxshi ochibdi.
Mana. Shunday bitada ko'rinadi-yu, yaxshi ochgan soni ko'pligi mana. Qani pateriya bormi yo'qmi ko'ramiz. Ya'ni bitta yarimtasini ezib olgan yoki chala ochib qolib ketgan. Shunaqalari bormi yo'qmi ko'ramiz. Qani kelinglarchi, jo'jachalar kelinglarchi. Hop, bitta qoldi. Bu ham qochishga harakat qilyapti. Keyin bu yerda mana ikkita tuxumimiz qoldi. Ochmay qolgan ikkita tuxum mana o'sa ko'rinib turibdi. Ichida rivojlanmagan, ya'ni urug'lanmagan. Bunisi ham shunaqaga o'xshaydi. Ikkita tuxum qolibdi. Qolganlarini hammasini ochibdi. Boshqa tuxumlar yo'q, butunlari yo'q. Yerda o'lib qolgan bolachalari ham yo'q, ezilib, ya'ni. Endi bularda sanab ko'raylikchi, qani do'stlar. Bizda bu uyamiz nechta jo'jacha ochib chiqdi ekan. Hozir mana ko'ramiz, o'tkazib chiqamiz. Mana 3 5 taga yana 2 tani o'tkazdim. 7 ta. 7 taga 3 tani o'tkazdim, mana 10 ta. Xo'sh, 10 taga 2 tani o'tkazdim, 12 ta. 15 ta 3 ta o'tkazdim. 15 ta. 15 taga 3 ta 18 ta. 18 ga 2 tani o'tkazsam 20 ta. 20 ta bo'lsa, bu yoqda qani? Hop. 3 ta 3 2 28 ta. Do'stlar, demak 30 ta tuxumimiz bo'lgan ekan. Mana 30 ta tuxumdan ikkitasini ochmabdi. Bu uyamiz ham 28 ta ochibdi. Bundan oldingisi ham nechta? 27 ta ochdi. Undan oldingisi 29 ta, shunaqa 56 ta bo'lgan edi. Shunaqa 29 taga adashmasam 27 ta. Bu esa 28 ta ochibdi. Qo'ying, 28 ta. Eng zo'r rezultatimiz 33 ta bo'lgan. 33 ta jo'ja ochib chiqqan edi. Hozir bu 28 ta ochib chiqdi. Bittasi 28 taga aylansa, ya'ni onasi bilan 29 ta bo'ladigan bo'lsa, bu tez ko'payadigan, yaxshi. O'rdakchilikda masalan hammamiz ham qiziqamiz. Ba'zilar ko'p so'rayapti. Islomjon, nima qilish kerak bu o'rdak boqish biznesini, ya'ni qanday qilsam, ya'ni boqib olib chiqsam, ko'p qilsam, sotsam bo'ladi yo'qmi deb so'rayapsizlar. Albatta boqib katta qilib foyda qilish kamroq. Ya'ni sizda qayerdadir tekin oziqa, ya'ni joyingiz katta bo'lsa, yer bo'lsa, shunchaki bu o'rdaklarni boqsangiz sizga hech qancha, ya'ni qimmatga yoki pulga tushmaydigan bo'lsa, unda katta qilib sotsangiz yaxshi daromad qilasiz. Lekin hamma oziqalarni, ovqatlarni o'zingiz olib yegizib boqadigan bo'lsangiz, unda daromad siz o'ylaganchalik bo'lmaydi, to'g'risi. Shuning uchun men tavsiya qilmasdim. Agarda shunday bo'ladigan bo'lsa, bu o'rdaklarni ko'proq ochirib, ko'paytirib, undan keyin katta qilib sotsangiz yaxshiroq foyda olgan bo'lardingiz. Ya'ni o'zingiz ochirasiz, ko'paytirasiz. Mana hozir men aytaylik, bu jo'jachalarni ochirdim. Endi bularni boqib ko'paytiraman. Shu yilda o'zida taxminan aytaylik 50 ta o'rdak ochirgan bo'lsak, 50 tasini 20 tadan ochdi deydigan bo'lsangiz ham 1000 ta jo'ja chiqardim-da. 1000 ta balki oshiqdir, 1000 ta balki ozroqdir. Lekin har holda o'ylashimcha 1000 ta jo'ja chiqardim. Shu 1000 ta jo'jani agar boqqanimda, unga ashuncha oziqa ham, donam ketardi, baribir yetarlicha, ya'ni darajada keraklicha oziq-ovqat ketardi. Shuning uchun va joy kerak bo'lardi. Menda u narsalarning imkoniyati yo'q. Shuning uchun men do'stlar boqmadim, shunchaki
ko'paytirib, ochirib sotib yubordim. Mana hozir onalari yuribdi. 56 taga 55 ta adashmasam yo'lda qoldi. 28 tani qo'shadigan bo'lsak, agar sanoqda adashmagan bo'lsak 28 tani qo'shsak, o'z-o'zidan do'stlar 80 o'shanda 83 ta adashmasam jo'jamiz bor. 83 ta jo'jasi va 4 ta onasi yuribdi. Kattasidan 3 ta onasi bor. Bitta yana boshqa qo'shimcha makon bor. 4 ta makon jam bo'lib, xo'rozlarimiz qolmagan berib yuborganmiz. Makonlarimiz katta, kurki bo'lib ochib chiqqan bo'lsa-da ancha vaznin. Ya'ni bularda oziq-ovqatda muammosi bo'lmaganligi uchun. Parandachilikda umuman o'zingiz ko'paytirsangiz yaxshi daromad qilasiz, agarda yaxshiroq daromadga erishmoqchi bo'lsangiz. Keyin ba'zilar yana bir so'rashadi. Shunday savol bo'lyaptiki, indo-o'tkani, ya'ni oq o'rdak bilan indo-o'tkani qo'shsa bo'ladimi? Ya'ni indo-o'tkani makonidan bor-ku menda. Xo'roz bo'lsa narigi g'ag'ildoq, pekinskiy o'rdak deymiz-ku, oq o'rdak yoki o'sha g'ag'ildoq o'rdak deysizmi? O'sha g'ag'ildoq o'rdakni xo'rozidan. Yo'q do'stlar, bularda genetikasi, ya'ni boshqa bo'lganligi uchun bir-biriga tushmaydi va u unday jo'ja ochib chiqib rivojlanmaydi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Balki kimnidir tajribasida bu narsa ish bergandir, lekin bu umuman boshqa turdagi o'rdak bo'lib, bunga nargi o'rdakdagi turdagi o'rdakda xo'rozni qo'shish kerak emas. O'zidan bo'lgani ma'qul. Eng yaxshi tarafi ham, eng yaxshisi ham shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zidan qilish kerak. Shunaqa gaplar do'stlar. Agarda ko'p gapirib boshlaringni ezgan bo'lsam, men bundan uzr so'rayman. Lekin shu joygacha videoni ko'rganlar bo'lsa, juda xursandman. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz do'stlar.